Quyosh panel o'rnatayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak va nimalari muhim? Biz bu savolimizga javob olish uchun Mirmetal kompaniyasiga tashrif buyurdik. Mirmetal kompaniyasida mana shunday xizmat joriy qilingan bo'lib, hozir bu savollarimizga mutaxassislardan javob olamiz. Biz showroomga tashrif buyurdik. Hozir bu soha bo'yicha mutaxassis Do'stunbek akaga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu faoliyatni boshlaganingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz. Bilasizlar, Guliston shahrida Mirmetal kompaniyasi ekosistema bo'yicha ishlaydigan tashkilotlardan, tadbirkorlardan biri. Bu narsaga biz 2022 oxiri, 2023-yil boshlarida bunga ehtiyoj ko'paygandan keyin, talab oshgandan keyin mijozlarimiz ehtiyojidan mijozlarga kompleks yechim berish maqsadida bu narsani yo'lga qo'ydik, o'rganib chiqdik. Hozirgi kungacha ish faoliyatini davom ettirib kelyapmiz. Demak, bu joy showroom a? Xuddi shunday, Mirmetalga tashrif buyurib, klientlar kelib, bemalol o'tirib, quyosh paneli haqida tushuncha olishi mumkin, nima savollar bo'lsa berishi mumkin. O'zi nima u, qanday o'rnatish kerak, ehtiyojga qarab o'zi kerakmi, kerak emasmi? O'sha narsalar haqida to'liq ma'lumot beriladi. Bemalol kelishlari mumkin. Mijozlarimiz misol uchun takliflariga binoan biz borib obyektga ham o'rganib kelishimiz mumkin. Joyiga aytadigan bo'lsa, lokatsiyalarni tashlab borib потребность ko'ramiz, qancha stansiya qo'yish kerak, va o'rnatiladigan joyda qanchalik muhimligi, qanchalik mustahkamligi, o'sha joylar hammasi ko'rib chiqiladi. Undan tashqari, onlayn platformamizda ham, ya'ni Telegram kanallarimizda, Instagram kanallarimizda ham bemalol ma'lumot olishlari mumkin. Bemalol savollarni bersa, shu viloyat miqyosida nechta quyosh panel ustanovkachisi bo'lsa, respublika miqyosida sotuvchilar hammasi bor. Nima savol bo'lsa bemalol yozadilar. Adminlarimiz darhol javob beradi yoki o'sha kerakli mutaxassisga yo'naltiradi. Quyosh panellari faqat Sirdaryo viloyatiga o'rnatasizmi yo butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasizmi? Biz butun respublika bo'ylab qo'yamiz. Vodiydan Vohagacha, даже Xorazmgacha ustanovka qilganmiz, proyektlarimiz bor. Asosan ko'proq Sirdaryo viloyatidan zakaz tushadi. Metan zapravkalar, klinikalar, o'zimizda misol uchun RDM barcha filiallariga, Darmonni barcha filiallariga, misol uchun do'konlar, 70 market, Sirdaryo viloyatida taniqli bo'lgan joylarda ko'piga xizmat qilganmiz. Bundan tashqari jismoniy shaxslarga ham xizmat ko'rsatamiz. Davlat sohasida ish yuritadigan rahbariyat xodimlariga ham, misol uchun hokimiyat, prokuratura, sog'liqni saqlash, soliq qo'mitalari rahbarlariga ham uylariga quyosh panellari o'rnatganmiz. Qolaversa, yangi qurilayotgan domlar, xosatan mana Mirmetalda Eco White House, Grand Towers loyihalarini ham hozir ishlayapmiz. Ko'pgina novostroykalarga ham quyosh panellari o'rnatib berganmiz. Ishingizning sifati va kafolat muddati haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Biz ish uslubimiz outsourcing tizimida ishlaydi. Svarchiklar brigada, подключениyachilar brigada, ularga biz zakazni beramiz. O'zimiz loyihamiz bo'yicha qanday qo'yish, qanday ustanovka qilish, qanday mahsulotlar qo'yish shu bo'yicha beramiz. Faqat bir xil ayrim paytlarda bosim juda kuchayib ko'payib ketgan payt, zakaz ko'payib ketgan payt sifatni nazorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni kechasi kunduz ishlashga to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa paytlar kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Lekin bu narsa baribir kelib chiqadi. Ya'ni biz har bir qo'ygan joyimizga telefon raqamlarimiz, aktlar berib kelamiz. Ular chiqadi. O'sha chiqqandan keyin borib kamchiliklarni bartaraf qilib kelamiz. Undan tashqari shartnomalarimizda force major holatlari ham bo'ladi. Ya'ni biz qo'yamiz, mahsulotlar hammasini topshiramiz. Ya'ni iste'molchini shikast yetkazishi natijasida buzilib qolgan bo'lsa, ular o'zlari mahsulotni to'lovini qiladi, biz qo'yib beramiz. Va bu kafolat muddatimiz 1 yil. 1 yil davomida tekinga xizmat ko'rsatamiz. Mana hozir quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lganlarga eng kerakli 3 ta maslahatni aytsangiz. Birinchi navbatda quyosh panellarini o'rnatadigan bo'lsa, o'zini hududidan quyosh paneli o'rnatgan yaxshi. Ya'ni ko'pchiliklar boshqa viloyatlarda arzon narxiga uchadi yo boshqa reklamalarga uchib qo'yadi. Boyaginday buzilib qolsa, servisga chaqirish bo'ladigan bo'lsa, kutib qolishadi. To'g'ri. Marhamat, bizdan emas, boshqa joylardan qilsa qilaversin, lekin o'zini hududidan qilgan eng yaxshi. U muammoni bartaraf qilish osonroq bo'ladi. Tez bo'ladi. Ikkinchi maslahatimiz, eng asosiy narsa o'sha inverter miyasi. Inverter miyasini olayotganda buni albatta servis sentri bormi yo'qmi? Shu narsaga e'tibor berish kerak. Ko'pgina hozir arzon inverterlar kelyapti. O'zbekiston Respublikasida servis sentri yo'q uni. Zapchastini topish muammo bo'ladi, remont qilish muammo bo'ladi. Almashtirishga to'g'ri keladi. U qimmat narsa. Undan ko'ra ozginagina farq qiladigan bo'lsa ham, servis sentri bor. Inverterlar olishni tavsiya qilamiz. Keyinchalik panellarni ko'paytiraman. Hozir pulim kamroq, 10 kilovat ketadi, lekin ehtiyojim 20-30 kilovat deydigan bo'lsa, inverterni o'sha 20-30 kilovatlik inverter qo'yib, 10 kilovatga panelni qo'yib qo'ysin. Keyinchalik yana 10 kilovat qo'shaman deb 30 kilovat qilaman deydigan bo'lsa, o'sha inverter olinmaydi-da, puli ekonom bo'ladi. Faqatgina panellar qo'shib qo'yadi.
bu boyagi moddiy jihatdan ancha Foydali bo'ladi. chiqimlarni oldini oladi. Katta rahmat sizga savollarga javob berganingiz uchun. Doim xizmatdamiz. Mirmetal kompaniyasiga kelib, ofisimizga tashrif buyurib, xohlagan savollaringizga javob olib ketishingiz mumkin. Savolga javob olish bepul. Albatta, bepul.